qaranglar shirinligini. So'mka. Assalomu alaykum. So'rashib qo'ying. Onajonimni xizmatchilari. Bugun biz sizlar bilan omad baliq xonasida baliq yetgan joyga keldik, короче. Sizlarda ham kelib qolishlaringiz. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigar go'shalar. Mana bugun biz Yulduzxon, ya'ni folklordagi Yulduzxonimiz nabirasini chiqaryaptilar. Bugun biz ham odamga o'xshab mehmonmiz. Mana ziyofatda, mana Odinashga, mana Mavlaxon. Assalomu alaykum. Muzika yoqmasa. Ahli YouTube, yaxshimisizlar, tuzingizlar? Barchalarga xayrli to'y muborak bo'lsin. Kelinglar, osh. Parvo yetib ki chamanni husniga shaydo yetib ki kelib ko'z orma parvo yetib ki chamanni husniga shaydo yetib ki ochib lab g'unchalar
mening bekyor değil ayrılmasın. Do'stlar hech kim mening bekyor değil ayrılmasın. Mehribon mo'vis o'shal dildor değil ayrılmasın. Mehribon mo'vis o'shal dildor değil ayrılmasın. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigargo'shalar. Mana bugun biz omadda qarindoshlar o'tirishimiz bor edi. Men ham hech tinmayman deydi-yu. O'tirishni o'tkazib oldik. Allohga beadad shukr. Mana chiroyli joylar. Zaman shetda mana. Gap yedi Soliha. Mana nabiram qaranglar shirin dedi. So'mka. Assalomu alaykum. So'rashib qo'ying. Onajonimni qadrdonlari. Bugun biz sizlar bilan omad baliq xonasi, baliq yetgan joyga keldik, qarang. Sizlarda ham kelib qolishlaringizni so'rab qolaman, chunki bu yer juda ham zo'r va hamma sharoitlari bor. Albatta kelib yeb ko'ringlar. Faqat baliq emas, ha? Turli xil taomlari ham bor, mavjud. Turli xil taomlar mavjud. Xayr, Jurnalist qizini ko'ryapsizlar. Mavluda og'a naqda oz chaqiraman.